Barliq güzel maqtaşlar Allahqa, durud ve salamlar Muhammed aleyhisselamga bolsun. Xavf ve rica, qorqush ve ümid degan bo'ladi. Mu'minning ömrü ümid bilan qorqush arasida davom qiladi. Qiyomat kuni Allohning azobiga duchor bo'lib, davzax kirishini qo'rqudi. Iymon ne'matidan ayrilib, iymonsiz o'lib ketishini qo'rqudi. Bandalarning haqqini elib o'lib ketishini qo'rqudi. Ota-onasining qarg'ishini yoki noroziligini elib o'lib ketishini qo'rqudi. Yuqorqilari qarta Allohning uningga katta rahmat qilishini umid qiladi. Qo'rqudi. Qo'rqib o'zini yo'qotmaydi. Umid var bo'lib, umid bilan hayotini jonlantiradi va umid bilan yashaydi. Bular umid bilan qo'rqish orasidagi yashash usuli bo'lib, bu ummatning salaf solihlari ana shunday yashagan edi. Qo'rqib o'zini chatga olmaslik, umidlik bo'lib, bexaraman bo'lib olmaslikdan iborat ikkining o'rtasida bo'la olsak, inshaalloh mu'min holatda yashay olamiz.